Bir necha mezgildan boshlanib ketgan festival Liliya Xayrullinni tutdik. Uni shundan da boshqa turli obrazda Liliya silab jibarali. Bu obrazni kim o'ylab chiqardi? Qo'yan keldi bunda bu umuman o'zinshalikli. Selam. Elbette endi men bu obrazda chiqmayapman bu kiyimda sahnaga. Tik mana bek patriotik ko'rinaymi. Maxsus yasatib keldim. Shu Tatarjira festivali uchun. Men endi shulay sport kiyimlaridan chiqish yasayapman. Men kreativ yarata turgan kishi bitini bilasan. Shunga ko'ra mana shunday fotolar azirladim. Birlari yangadan ezrakni o'qib olaylik. No tufli, no o'ksha uzun etak iyda qolgan. Işandırma, ışanasın. Benim berdekini kanatlarımla verip koyurma. Şimdi sebepler başımda. Liliya selam, nishik? Selam, men shu xatlik shot, ko'z oldimdan keltirilib tugul. Chunki bilasizmi, mana shu statuetkada shu xatlik ish, shu xatlik mening do'stlarimning bo'lishlig'i, mening komandaning, bu menimgina shotlik tugul, baribizning da mening komandaning shotligi ham bizning ishning natijasi. Men bek shotman, rahmat do'stlarim, tug'anlarim menga bo'lishganingiz uchun ham mana shu proyektni turmushga oshirgan uchun men bek shotman. Liliya, mana o'zgan yo'lda sen shunday lirik, romantik stilda, obrazda, jirringda shunday edi. Bu yil senda kardinal o'zgarishlar. Obrazga kelganda da, jirringga kelganda da. Bu ne bilan bog'liq ekan? Men o'zim bilganim endi kreativ kishi, mana prichoskalarda yarataman dedi, kishi tusi tugul endi borasida. Mana shu shunday stilda biyib jirg'isi kelgan edi, ko'pdan xayollangan edim. Mening o'ylashimcha, bunday stilning da tatar estradsida bo'lirga huquqi bor deb sanayman, chunki ko'pgina yoshlar bunday stilga muhtoj. Menga kelib aytganlarida bo'ldi. Nihoyat Liliya shu shunday stil borliqqa keldi, shu shunday zamoncha jirlar biyib jirlay turgan. Ham men bek shodman. Agarda endi mening o'z tinglovchim, tomoshachim topilgan ekan shu stilda.